O'zgidromet 7-9 iyun kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 7-8 iyun kuni ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Kechasi 15-20 daraja, kunduz kuni 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 7-9 iyun ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Kechasi 17-22 daraja, kunduz kuni 30-35 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 7-8 iyun ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Kechasi 17-22 daraja, kunduz kuni 30-35 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 7-9 iyun kuni ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Kechasi 17-22 daraja, kunduz kuni 32-38 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, 7-iyunda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 8-9 iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 7-iyun ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Kechasi 17-22 daraja, kunduz kuni 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik kutiladi.